Hech o'g'lim bor deb quvonamanmi men o'zi? Dada, Qilgan ishing yoqmayapti o'g'lim. Bilmayman nimagadir asabim buziladi turishing. Mashinani kalitini ber menga. Gapga kech qolyapman. Kim pulon ber menga. bo'ldi, mana mashina kalit. Mana pul. Imillamasdan ishingni qilgin. Orqangdan gap eshitmang. O'rtoqlarimni o'g'li qachon qarama bolasidan quvonadi. Biz o'g'il hech otamni quvontiray, bu otaman meni orqamdan quvonsin demaydi. Mashinaning turishini qara. Dada, Vibratsiya mana yerda turibdi. Nimaga bu yerda turibdi? Bitta baloni boshqacha, ikkinchi baloni boshqacha. Nima qilyapsan, Ismoil? Men misqollab yiqqanman obro'ni. Ko'chada seni deb misqollab yiqqan obro'yim bir tiyin bo'lmasin. Yaxshilab qilgan ishingni. ha bo'ldi dada, vibratsiyani joyiga qo'yib qo'yaman. Balonlarni ham bir xil qilib qo'yaman. Siz aytgandek bo'ladi hammasi. Ertaga ham kelaman, ishingni ko'rgan. Usta aka, shu bir narsaga hayronman-da. Dadangiz ham katta usta bo'lganlar shekilli, ya? Yo'q. Dadam usta bo'lmaganlar, mashinani umuman tushunmaydilar. Ha, bo'lmasa, nimaga hadeb siz ishingizga aralashaveradilar, aql o'rgataveradilar. Aqllari yetmasa, indamay ketavermaydilarmi? Ha, siz aytsangiz, dada, aqlingiz yetmagan narsaga aralashmang desangiz, qaytib aralashmaydilar. Men ham bir paytlar xuddi sendek gapirgandim. Lekin ustozim, Charchamayapsizlarmi usta aka? Usta aka, o'g'limda ham qo'ldan ancha kelib qoldimi? Sizni kuydirmayaptimi? Ha, Ismoilni qo'ldan ham ancha ish kelib qoldi. Yaqinda pato beraman. Mana mashinani o'zi ko'rib chiqdi hamma yo'qni, hadovoy razvalarigacha. Usta aka, mana u baloni jicha qiyshivroq turibdimi? Noto'g'ri ko'ribdi shekilli. dada, to'g'ri turibdi shu. Tushunmagan narsangizga aralashib nima qilasiz? Ismoil, Usta aka, qo'yavering. Ha, endi biz o'g'ilcha katta bo'lib qolgan. Otasi ahmoqda endi. Uzr usta aka, vaqtlaringni oldim. O'g'lim sizga omonat. endi aka, xafa bo'lmay ketasiz. Uzr endi oman. Ismoil, Ha, usta aka? otani aybini aytish tugul, otaga tik qaragan oq bo'ladi. Otangni aqli kirganda sen bu dunyoda bo'lmagansan. Bu ishingni boshqa qilma. Otangni dilini o'rtadigan bo'lsa ham 1-2 bo'lmaydi bola. Shunday deb tanbeh bergandilar. Men bundan xulosa chiqarganman o'shandan keyin.